Ey ulug' Turon, arslonlar o'lkasi, senga ne bo'ldi? Holing qalaydir? Nechuk kunlarga qolding? Ey Chingizlarning, Temurlarning, O'g'uzlarning, Attillalarning shonli beshiklari. Qani u chiqtig'ing yuksak o'rinlar? Qullik chuqurlariga nedan tushding? Dunyoni urg'olari bilan titratgan yo'lbars yurakli bolalaring qani? Yer tuprog'ini ko'klarga uchira turgan tog' gavdali o'g'lonlaring qani? Nechun tovushlari chiqmaydi? Yer yuzining bir necha polvonlari bo'lgan botir turklaring qani? Nechun chekindilar? Nechun ketdilar? Kurash maydonlarini o'zgalarga nechun qo'ydilar? Nechun ayt, nechun? Gapur menga ey ulug' Turon arslonlar o'lkasi. Senga ne bo'ldi? Yer yuzining buyuk saltanatlarini sen qurmadingmi? Hindistonning, Eronning, Yevropaning ulug' xoqonlarini sen yubormadingmi? Ey xoqonlar o'chog'i, ey qahramonlar tug'oyi, qani u chaqmoq chaqishli botir xoqonlaring? Qani avvalgi o'q yurishli otli beklaring? Nechun urg'olaring eshitilmaydilar? Dunyo xalqini bo'ysundirmagan saltanatlaring nechun buzildi? Insonlik olamini qanotlari ostinda olgan xoqonlig'ning nechun kuchi o'ldi? Kuching ketdimi? Kimsasizmi qoldi? Yo'q. Tangri haqqi uchun yo'q. Sen kuchsiz emassan, Turon. Sen kimsasiz ham emassan. Bugun yer yuzida 200 million bolang bor. Bularning tomirlaridagi qon Chingizlarning, Temurlarning, Attillalarning qonidir. Bularning kuchlari sening kuchingdir. Ey ulug' Turon arslonlar o'lkasi.